G'ilaylik yosh o'tishi bilan o'tib ketmaydimi? Bu g'ilaylikni turiga bog'liq, lekin barcha turlari e'tibor va davolash talab qiladi. Ba'zi holatlarda konservativ davolash, to'g'ri ko'zoynak tanlab berish bilan davolash mumkin, lekin ba'zi holatlarda jarrohlik amaliyotini o'tkazishga majbur bo'lamiz. G'ilaylik shunchaki kosmetik muammo ekanligi rostmi? Bu qisman to'g'ri fikr. Ko'pincha ota-onalar yoki bemorning o'zi qandaydir bir ko'zida g'ilaylik kosmetik jihatdan qoniqmaslik yuzaga kelganini murojaat qilishadi. Agar bu holatni o'z vaqtida to'g'ri davolamasa, bu ko'zni qiyshiq holati odamni hayot sifatini yomonlashishiga, o'zini hayotda o'rnini topishiga albatta xalaqit qiladi. G'ilaylik ba'zida yuzaga kelganida nima qilish kerak? Ba'zi holatlarda bu shunchaki to'g'ri ko'zoynak tanlash bilan muammoni hal qilish mumkin. Ba'zi holatlarda jiddiy davolanish choralarini ko'rishga to'g'ri kelishi mumkin. Agar farzandimga jarrohlik amaliyoti tavsiya qilingan bo'lsa, bu qanday amalga oshiriladi? Bunday holatlarda biz jarrohlik amaliyotini bir necha bosqichda amalga oshirishga tayyorgarlik qilishimiz kerak. Ko'pchilik holatlarda bitta bosqichning o'zi yetarli bo'ladi, lekin ba'zi murakkab holatlarda bir nechta bosqichda jarrohlik amaliyoti o'tkazamiz. Shu narsaga e'tibor beringlar.